Qorin dam bo'lishi, og'irlik va charchoq bu tanada to'plangan ortiqcha yukning belgisi. Noto'g'ri ovqatlanish, stress va kam harakat organizmni ichkaridan sekinlashtiradi. Vaqt o'tib tanada toksinlar yig'iladi va tabiiy tozalanish sustlashadi. Tabiat esa har doim inson uchun eng to'g'ri yechimni taklif qiladi. Detox Tea organizmni muloyim va tabiiy tarzda tozalash uchun yaratilgan. U zanjabil, yashil choy, yalpiz, melissa, kurkuma, chiya va zig'ir urug'laridan iborat. Antioksidantlar tanani erkin radikallardan himoya qiladi va ichki muvozanatni tiklaydi. Detox Tea ichak faoliyatini yaxshilab, hazmni yengillashtiradi. Jigar va buyraklar faol tozalanib, organizm yengillashadi. Modda almashinuvi tezlashadi. Yog'lar parchalanishi faollashadi. Vazn asta-sekin me'yorlashadi. Tanada yengillik seziladi. Chiya va zig'ir urug'lari uzoq vaqt to'qlik hissini beradi. Yalpiz, valeriana va melissa asab tizimini tinchlantiradi. Ortib qolgan suyuqlik chiqib, shishlar kamayadi. Qon shakari va xolesterin darajasini muvozanatda ushlashga yordam beradi. Energiya ortadi. Kundalik harakatlar yanada osonlashadi. Vitamin C va o'simlik ekstraktlari immunitetni mustahkamlaydi. Terining holati yaxshilanadi. Sog'lom ko'rinish paydo bo'ladi. 3 dona tabletka issiq suvda damlab ichiladi. Kuniga 2 mahal, ovqatdan 15 dan 20 daqiqa keyin ichish tavsiya etiladi. Tabiiy tarkib, muloyim ta'sir va xavfsiz tozalanish demakdir. Detox Tea tanani tozalaydi, vaznni nazorat qiladi va sog'lom hayot sari yo'l ochadi.